Aziz yoshlar va yurtimiz mehmonlari, O'zbekiston Respublikasi Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi, Qashqadaryo viloyati hokimligi va boshqa hamkor tashkilotlar hamkorligida 10-15 avgust kunlari Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida Yoshlar kelajak bunyodkorlari 5-ekologiya xalqaro qurultoyi tashkil etiladi. Qurultoy yoshlarning ekologiya va ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi faolligini oshirish, ularni ekologiya sohasiga keng jalb etish maqsadida o'zbekistonlik va xorijiy yoshlarni o'z atrofida birlashtiradi. Qurultoy doirasida ekologik seminarlar, turli tanlovlar, blogging va sport musobaqalari, ekologik loyihalar, madaniy ko'ngilochar tadbirlar va taniqli insonlar bilan uchrashuvlar tashkil etiladi. Barchani 11 avgust kuni soat 20:00 da Miraki turistik markazida o'tkaziladigan qurultoyning tantanali ochilish marosimiga taklif etamiz. Yilning eng yaxshi yoshlar tadbirini o'tkazib yubormang.